Ama bu Ctrl-Alt deyip Bismillahirrahmanirrahim dedi. Oyda rahmat oğlum. Mana bilasizmi? Men o'zim jiddiy ishlarda ishlayman, lekin mana kuriyoz qiziq situatsiyalarga ishlagan. Bir topqir turoq uramda giginish pomada bilan yerimni bo'yab, mening qiziq situatsiya qarablashmaya boshlagan. Turoq bo'yim giginish bilan yerimni ishidan ko'tarib chiqarib, qoramiz xotin qizimon yerimni pomada bilan bo'yay. Qorag'aydim, anda mushuk beomakisda o'tiradi. Oxiri men obtirab qolmadim. Aytam, qoramiz mushukda olmagisdan xotin qizimon. Doshib ketdik, shashlarni yo'q qo'y. Anarisini do'stlashtirib endi ketdik deb tiramisu oshirga. Bilasizmi, mana mening idaraviy ana shu qadar toza juvon xotini meni bir daqiqada ko'rganim yo'q. U mana bilasizmi, ana ko'rinishi, ana arifni sinashirga kerak. Она ismi Венера опа. Планета Венера, вокруг которой крутится Ильдаровый парабитель. Bilasizmi, bizni qo'yilgan bilan fotografiyalarni tushirish uchun biz kvadrokopter chaqiramiz uni. Venera opa Qur'onga tushirish uchun Ильдаровый zo'r centralniy qopqamoycha. Alarga qunaqqa kelganda mana butun qunaqlarning yorqisi Venera opa ustida qo'yib. Bu topqir men so'rayman. Venera opa, siz bilasizmi narsa OPP? Ramil, bipis bo'ldi sizning PP. Mana shunday xallar.